1,5 yil oldin grija olingan, lekin bemorimiz operatsiyadan so'ng o'zini hayot tarzini o'zgartirmagan. O'sha hisobiga bemorimizda qaytadan grija chiqayotgan nervlarni qisib qo'ygan. O'sha hisobiga bemorimizda oyog'i uyushishni boshlagan. Bemorimizda vesi bor, mushaklar rivojlanmagan, qorin va bel mushaklari rivojlanmagan. O'sha hisobiga shu narsalar bo'lgan. Endi bu video bilan men nima demoqchiman? Operatsiyadan so'ng hayot tarzingizni o'zgartirmasangiz, shu holat qaytarilishi mumkin. Lekin juda kam holatlarda. Masalan, shu diskdan grija bo'lmasligi mumkin, lekin boshqa disklarda shu grija qaytarilishi mumkin. O'shuning uchun grijani bartaraf etgandan so'ng o'sha hayot tarzini o'zgartirib, sport bilan shug'ullanish kerak. Sizlarga tavsiya etaman. Hozir mana ko'rib turibsizlar, mana shu yerda juda kuchli chandiqlar bor edi. Shu yerda mana grija bo'lgan, mana teshik turibdi. Bartaraf etdik va mana oyoqqa tushadigan nervlar hammasi bo'shagan. Xudo xolasa, endi oyoqdagi uyushlar vaqti bilan yo'qoladi va bemorimiz уже sport bilan shug'ullanishni boshlaydi.